Xo'p, mana biz kemaga minishda davom etamiz. Xudo xohlasa hozir mana bizga ko'rsatilgan joyga borib, liniyaga, qatorga borib to'xtaymiz. Hozir mana o'ng qo'lda burilganimizda chap qo'lda ko'rsatyaptiki Malmo N. Mana bizda varaq berdi, shunga ko'rsatilgan N Malmo. Mana shu yerga borib to'xtashimiz kerak. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, mana Helsinki Malmo. O'ng tarafga burilib, shu znakdan, belgidan o tarafda to'xtasak Helsinkiga ketardi. Mana bizga ko'rsatilgan yo'lak mana shu yo'lak bo'ladi va bunga e'tibor beramiz. Boshqa portlarda mana bu yerda 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi qator deb yozilgan bo'ladi. Ba'zi portlardagi o'sha qatorga qarab haydaymiz. Bu yerda yo'qligi uchun xohlagan qatorimizga kelib to'xtashimiz mumkin. Va mana kelib to'xtaymiz. Hozir to'xtagandan keyin taxografda ko'rsatishga harakat qilaman. Stranani shu bugungi smenamizda qanday qilib yopamiz. Xo'p, hozir kamerani taxografga to'g'irlayman. Kelib to'xtadik. O'zimizga ko'rsatilgan mana bizda taxografimiz Malatogda turibdi. Hozir bu Malatogni biz kravatga o'zgartiramiz. Qanday qilib o'zgartiramiz? Bir tugmachasini mana OK deb bosamiz. U kravatga bo'ladi. Endi OK deb bosib, mana strelkachalik voditel degan joyga kiramiz va konets strana qilamiz. Mana D ko'rsatyapti 18:01:20:09. Bu Germaniyada vot sahranyon. Konets strana bo'ldi. Tamom. Endi biz kutib turamiz. Video cho'zilib ketmasligi uchun men pauzaga qo'yaman. Bizga qachon ruxsat beradi haydashimizga? Haydashga ruxsat berilgandan keyin videoni yana davom ettirib tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatib boraman. Hozir mana bizga ruxsat berdi yurish uchun. Biz yuryapmiz, hech narsaga teginmaymiz. Mana biz kravatkada turibmiz. 1 soat 29 daqiqadan beri kemaga minishni kutib turibmiz. Bizga ruxsat berdi. Mashinani yoqamiz. Mashina o'toldi. Zavat bo'lgandan keyin to'g'ri haydaymiz. Hech narsaga tegmasdan to'g'ri haydab kemani ichiga kirib borib o'chirguncha e'tibor beramiz. Shu yuqoridagi Malatog haydagan paytimiz avtomatik rulga aylanadi, lekin to'xtagan paytimiz Malatogda turadi. Agar mashinani o'chirsak, kravatkaga o'tishi mumkin. Kravatga o'tib qolgan taqdirda bizni pauzamiz buziladi. Shunga juda ham e'tibor beramiz. Hech qaysi holatda mana bu hozir sizlarga taxografda ko'rsataman. Mana Malatogcha konvertga yoki mana bunaqa ustalchaga kravatga tushib qolmasligi kerak. Xuddi mana shu Malatog holatida turishi kerak. Biz kemaga minganimizgacha bizga ko'rsatilgan joygacha borib to'xtaymiz va borib to'xtaganimizdan keyin ham mashinani o'chirmay turamiz. Kravatga, bo'ynaga ustalchaga qo'ymay turamiz. Borib to'xtagandan keyin hozir mana mashina yuryapti, xudo xolasa. Yurgandan keyin men yana detalni ko'rsataman qanday qilib taxografdagi parom poyezdga o'tkazishni. Mana endi yuramiz. Xo'p, bizga ruxsat berildi. Hozir kirib mana eng pastdagi qatorga kirar ekanmiz. O'zi kirishda svetoforchalari bor. Yashil chiroq mana yonib turadi, e'tibor bersalaringiz. Hozir kiramiz. Va yordamchilar ham bor. Sotrudniklar, ishchilar bizga mana ko'rsatyapti. Hop, qayerga qo'yishimizni ko'rsatyapti mana ishchilar. Bu bir xil portlarda bo'ladi, bir xil portlarda bo'lmaydi. Va shuni mana hozir biz qayerga qo'yishimizni ko'rsatyapti.
shu ko'rsatgan joyiga qo'yamiz. Va shuni aytib o'tishim kerakki, pauzani 2 marta buzib, mana bunaqa haydab yana to'xtashga ruxsat beriladi. Parom poyezdda faqat 1 soatga, masalan, haydashingiz yarim soat, kirib to'xtashingiz, qaytib chiqishingiz yana yarim soat bo'lsa bo'ldi. Xo'p, mana biz mana shu yerda to'xtaymiz. Endi e'tibor beramiz mashinani o'chirmasdan turib bizni nimamiz mana taxografga e'tibor beramiz. Taxografimiz molotokda turibdi, mana krestikda yaxshilab e'tibor beramiz. Bu krestikni mana voditel 1, voditel 2 avtomobil yaxshilab qarang, mana voditel 1, voditel 2, yana D avtomobil strelchka bo'ladi, pastga ko'rsatib turibdi. Shunga kirib 2 marta pastga bosamiz. Yaxshilab e'tibor bering. 1 marta bosamiz, nachala out ko'rsatadi. Ikkinchi marta bosganimizda parom poyezd mana belgicha paromcha strelka bilan nachala okeyni bosamiz, vvod sahranyon mana ko'rsatadi, saqlab qo'yiladi. Chiqqanimizdan keyin yuqori o'ng burchakda, chap qo'l yuqori o'ng, o'ng qo'l yuqori o'ng burchakda mana paromchani, kemachani belgisi paydo bo'ldi. Mashinani o'chirganimizdan keyin mana qarasangiz stolcha kravatga paydo bo'ldi. Endi ko'ngil xotirjam, pauzamiz buzilmadi, kirib damni olamiz.